Hammaga salom akalar. Sizlar bilan men Neyzdok. Va biz bugun Minecraft o'ynaymiz. Faqat eng yangi versiyada va serverda o'ynaymiz akalar. Qanday? Serverda birinchi marta video olyapman. Bayda biz The Hive serverini o'ynaymiz. Hyping bo'lgani bilan farqi yo'q. Shuni bosamiz. O'zlar akalar nimaga? Ancha paytdan beri video chiqarmabman. Shuning uchun chiqarishim kerak deb o'yladim. Va bu serverda o'ynashni sizlarga ham maslahat beraman, eslatib o'taman. Men bu server adashmasam men hozir 1.21 da o'ynayapman. Boshqa versiyalarda ham o'ynab bo'lsa o'ynaysizlar, yo'qsa mana shu versiyani tortasizlar. Kimni qaydan tortasizlar bilmayman, Google'dan tortasizlar. Hamma problema Google'dan qilasizlar. Faqat bu gaplarimni noto'g'ri tushunmanglar. Nima tez gapiryapman, valloh sezyapsizlarmi? Yo'q, bu serverda ko'proq rejimlar bor. Asha rejimlardan hozir biz build yo survival o'ynab ko'ramiz. Keyingi safar bo'lsa qanaqa rejim o'ynab ko'rishimizni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Mana sandiqchaga soatga bosinglar, endi rejimlar bor. Deadline bor, mana Bedwars bor. Bedwars uncha yaxshi emasman, shuning uchun build battle bor, hide seek ham bor. Identik bekmachoq. Men survival o'ynayman. Survival kim bilsa biladi. Aniland videosida chiqqan. Kelib kirganlardan keyin mana shunda 24 bo'lgandan keyin sekund sanashni boshlaydi. Sekund sana bo'lgandan keyin bo'lsa sizlar teleport qilinadi maxsus joyga, o'sha yerda boshlanasizlar. Keluvchi gapirib o'tirman, o'yin haqida, keluvchi o'yin boshlangandan keyin o'zingizlar ko'rasizlar. Keluvchi mana yerda sandallar bo'ladi, men vaqt tugaganda sizlar sandallarga yopishinglar kerak. Yo'qsa o'z resurslarsiz o'lib ketasizlar. Menga qo'yag'i ham qolmadi akalar. Bo'ldi akalar, bana yo'qolib qolish kerak sizlar. Sizlar отдельно yo'qolib qolish kerak. Hamma joyda o'laman. Menga yordam qiling. Voy 5 sekunddan keyin bu boshlanadi. Qoch. Bu boshlandi. Men qo'ymanglar, iltimos. Makka. Makka eshak. Makka. Ya. Men qaytaman. Menga yordam qiling. Chiqitdi uni. Voy. Tepada ekan. Uka o'lib ket. Uka, sen ozodsan, seni quvib o'tirmayman men. Nima? Voy, uchdim. O'lmadim, yaxshi gap yo'q. Tepani lut qilyaptimi hali? Biz mana sindirolmayman bloklarni. Yo'q, sindirolmayman. Kut ekandim. Chaqib palash qilib, beklamasa nima kerak bu? Akalar, o'zingizlar nimaga PUBG video chiqaraman uni ham tez orada. Bila qamaldim. Yo'q, izlashim qamalmadim. To'xta, brat, o'lmang, kut qo'ydi. O'tirapman eshak. Adamni o'ynamayman, o'ldim. Chiq, qo'y. Chiq. Biz akalar buni o'ynamaymiz. Hazillashibmanmi? O'zimga juda katta baho beradi. Biz build battle o'ynaymiz. Build battle. Bunu sologa bosib olamiz. Va 3-dan keyin boshlanadi. Mana yerda ayna bor. Mana yerdan qarasa sezilmaydi shu qaranglar. Aynak yo'qdek ko'rinadi. Mana zo'r ekanmi?
Bunu skinni mesela kımıldayıp duruş kerak edi, lekin kımıldamayapti. Mana kımıldayıp duruş kerak, mana idagidek. Lekin kımıldamayapti. Muammo sababini bilsalar kommentga yozib qo'yinglar. Starfish nima qilamiz? Akalar, UFO qilamizmi? Piggy bank, cho'chqali bankcha qilamizmi? Sandwich qilamiz. Starfish mayli. Starfish qilamiz. Sandwich qilamiz. Lulli, sandvichda nonni toxtadan bo'ladi. Qanday qiladi? Zo'rmi? Bilaman, zo'r. Nima qilsang, go'shtini mana undan qilamiz, go'sht. Go'sht odamga jigardan bo'ladi. Pishloqni biz mana shu salig'i bo'lishi kerak-ku. Qani, mana edi bo'laga. Salig'i mashina bor. Kek chipta qizildan qilamiz. Qanday qiladi? Zo'rmi? Kukat qo'yish kerak, kukat. Kukatni yashildan qilamiz. U sandvichni yo'llamayman endi. Yegan odam ikki dunyoda qaytib bunaqa sandvich yemaydigan bo'ladi. Yesichu men bunaqa qilib o'tirganlarni o'tkazib olmoqchi emasman. Videoni stop qilmoqchi emasman. Ko'rasizlar endi, majbursizlar. Nima qila olasizlar? Umuman videoda o'tkazib ko'ringlardan shuncha yozlashyapman. Katta ketmoqchisizlar. Garchi tayyor albatta. Go'sht endi, go'sht. Eng asosiysi go'sht. Sandvichda go'shtdan asosiy narsa nima? Kukat bo'lishi mumkinmi? Go'sht albatta eng asosiysi. Bilib qo'yinglar. Sandvichlarda go'sht bo'lmasa, u sandvich emas, allaqanaqa nonni ichiga tiqib qo'yilgan bir balolar bo'ladi. Yeslichu bu paytda sizlarga bitta gapirib qo'yishim kerak. Shu paytda mening opam bor, Pingil kanalida bugun video chiqib qolish ehtimoli juda katta. Shuni kutib qolinglar va silkasini qoldiraman, o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Meni ham uni ham xursand qilgan bo'lasizlar. Yeslichu uyda men ovoz berish ehtimolim bor. Men agar ovozim yoqmaydigan bo'lsa, boshqa o'rtoqlar ovoz beradi. Menga farqi yo'q. Men ovoz bersam ham, ovoz bermasam ham menga farqi yo'q. O'zi ancha bir yildan beri katta video qo'yilmagan bu kanalga. Ko'rib, o'tib, obunani bosib, ko'rib, gap lekin uncha ko'p gapirmaydi opam. Shuning uchun gap kutmaylar undan. Sandvich o'ta katta bo'lib ketmayaptimi? Sizlarga shunaqa tuyulmayaptimi, bolalar? Kek chipta qo'shmay qo'yamiz, bolalar. Yo'q, videoni stop qilaman, tayyor paytdan boshlaymiz. Okay? Keluvchi sandvich tayyor bo'ldi. Bitta xitoylik tushib qolibdi mana yerda. Xitoylikmi? Menga farqi yo'q. Mana kek chipta berib istadim. Buni bosmasam bo'lmasdi. Keluvchi kommentga yozinglarchi, kim yutadi? Faqat buni mana shu raund tugamasdan oldin. Bu mana shu bilan tugalmaydi video. Vaqt cho'zilib ketgan taqdirda ham. Men yana bu videoni to'xtataman-da, keyin yana boshqa video olaman. Xo'p, birinchi mijoz. Kim bu? Shu sandvichmi? Qaranglar. Menikini aytishingiz mumkin, nima 3 burchak emas, 4 burchak deb. Menga mana shunaqasi qulay 3 burchakdan ko'ra. Bu bil, yoqmadi bu. Tinti bo'yot, o'lib ketadi. Yozib qo'ygan narsasini bu hammani. Mana bu endi 3 burchak bo'lgan bilan bitilolmabdi endi. Fantaziyasi yetgan sandvich desa bo'ladi. O'xshaydi. Sal-pal bitmaganligi uchun 2 yulduz. Mashina baho bersizlarga qonunda shu yerda o'ynab ko'ringlar. Hammaga 0 berib o'tirmanglar ekan. Nima bu? Kabel nima bu? Ey, kim javob beradi? Bu sandvichmi bu? Nima bu? Bu nima bu? Oxirgacha yeb qo'yilmagan to'rt bo'lagimi yo? Aynib qoldi. 2 baho, yo 1 baho.
O mamu, mamu. Ben sana senin için sabuna. Nima 5 emas, chunki men o'zim yutishga olmayman. Shuning uchun menga 5 yulduz bering. Ya, bunday g'iyaz odamman bu. Zo'rlikda inin. Ya, mana meni sendvichim. Mana go'sht, pishloq, ko'kat hammasi bor bu yerda. Ketchup ham bor mana. Ketchupga bitta. Sindaslarda shuni botirib yeb o'tirasizlar. Qanday mazzami? O'zimga qolsa 5 yulduz beradigan bo'laydim. Mana kim qani? Ya bu sendvich o'xshamagan ekan bu. Mana endi bola xafa bo'lmasa 2 yulduz beraman. O'zgalar bunday o'zgarsa, men ta'tilmayman. Qishki ta'til o'tkazib oldilarmi? 2026-yilda nima ularga yozishdi? Mana buni sendvichga o'xshamagan ekan. Unga mayli 2 emas. Unda salata 3 ta belgatib qolsa 3 to'xtab qolar ekan. Nima bu? Bu sendvich emas, bu pishirig'at ham qulpinayli. O, mana bunga o'xshaydi savol. Mana bu fasini bilasizlar. Birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinlardan bittasi meni ko'radi bu yerda. Chunki men o'qib yashaganman. O'qiyman, qani? Yo'q, birorta ham o'lmamoqda. Video tugadi.